فذكر إنما أنت مذكر إيه حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسنى tuttuğun sen nasihat tuttuğun Kudanın azabını esne tuttuğun nimetlerini esne tuttuğun tevhidde esne tuttuğun cennette esne tuttuğun azapta esne tuttuğun sen bularga Kudanın sen sanatsız nimetlerini esnetip yadıga ekel tuttuğun nasihat tuttuğun senin sıfatı nasihat kılgıcı esletme dağıcı fedekkir innema ente mudekkir bana bu ayetten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlayan her bir davet sahasındaki kişilerge ulemalığa akkarını taktı Allah'a nasihat kılışını uzun Allah buyruk kıldı. Esne tutturuşta Allah buyruk kıldı. Şu her bir mümin Müslümanlar biz aşındak Allah'ın cennetini inkar kılgıçılağa esne tutturuş gerek. Dövdakını inkar kılgıçılağa mı esne tutturuş gerek. Kulağının nimetini inkar kılgıçı, hargolup durağıcı, hamuluvağıcı, aklını işletmegücü, bu şunda işlerini insanların otuga esne tutturuduğun, sözler tutturuduğun, nasihat tutturuduğun buluş gerek. Ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin nasihat kılgın ey Habibim Muhammed eslet tuttuğun senin bu esletmen kalbide imanı var müminlerge fayda kılıdır kalbide imanla uyguvalığı fayda kılıdır bütün kim insanlar buludur devdakla gepine çıksın ne diyecek cennetin cigisme çıksın ne diyecek Kudanın şu çuvala kudretlerini sözlep verse yine aşınımızdaki inkar kılış pozisyonu buludur nurgun insanlığa bularga nasihat kılmagan bilen iman kalbide imanı var kalbide imanla uyguva kalbide imanla tesiri var mümin bendelerine nasihattan fayda kılıdır nasihat tuttuğun ey Habibi Muhammed Resulullah ey Habibi Muhammed'in ümmetleri nasihatni kılıvergen deb Allah şunda deb bo'lib leste aleyhim bi musaytir emas sen ularni ustiga sen musaytir emas ki yani ularni ustidan bisimga og'uchi emas sen nasihatni qilsan nasihatni olsa oladi olmasa uzilishi sen faqat nasihatni qilg'uchi ularni har bir odamning kallasida sen ma nasihatimga amal qildingmi yo'q nasihatimni qabul qildingmi yo'q sen shundoq bu nasihatga qanchalik ish qilding qanchalik amal qilding deb ularni ustidan bisimga og'uchi emas ey Habibim Muhammad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen nasihatni o'zini qilavergin deb Allah shunda deb bo'lib illa man tavallo va kafar nasihat olsa ajab yaxshi nasihat olmay yuz o'rib kofir bo'lib nasihatni o'zini qilgan so'rindan ketib olib nasihat qilsa nada ekan o mollaning topgan gapi Muhammadning topgan gapi bizni boshqaruv shuni degan gap bu do'zax degan jannat degan mushunna degan gap jannatni kim ko'rapti do'zaxni kim ko'rapti xudo deganda nauzubillah kim ko'rapti mana bu shundoq o'lgandan keyin inson qandami tirilib chiqdi deb bu shundoq inkor qilib yuz o'risa illa man tavallo va kafar nasihatdan yuz o'risa nasihatdan yuz o'rish ikki turli bo'ladi birodarlar birinchisi nasihat qilgan o'rinni o'zidan yuz o'rib ketish Qur'on deyilib tursa payg'ambarning sunnati deyilib tursa uyqusi kitalib o'g'irib uxlaydigan xudoning nasihatini so'zilib tursa bu nasihatdan yuz o'rib bu yoqdavlik qiladigan kitobi sunnatni nasihat tursa anna gapni daplab yuz o'rib ma'nolar bo'ladi kofir bo'ladiganlar bo'ladi yana bir turkum yuz o'rish anglaydi amal qilishdan yuz o'riydiganlar bo'ladi mana bularni ham yuz o'rganlikning turidan jumlasidan bo'ladi shu nasihatni anglaymiz nasihatni anglagandan keyin amal qilamiz hayotimizda o'zgarish paydo qilish kerak tabliğni ham anglab amal qilib bu Qur'oni Karimning o'zini shundoq anglagandan keyin amal qilish lozim Qur'onni nasihatni anglagandan keyin amal qilish lozim anglashning o'zi ham ibodat emas anglashni ibodat anglab bo'lgandan keyin amalda ijro qilish ham ibodat asosli nasihatning manbasi asosli nishoni dunyoni isloh qilish aqidani isloh qilish taat ibodatni isloh qilish axloqni isloh qilish demak jamiyatni isloh qilish yer sharini isloh qilish agar sen da'vatni anglaysa tashviqotni anglaysa lekin hayotingda o'zgarish yo'q iymoningda o'zgarish yo'q aqidangda o'zgarish yo'q axloqingda o'zgarish yo'q ibodatingda o'zgarish yo'q muomalatlaringda o'zgarish yo'q nasihatni faqat mana shundan anglab qo'yapsan ibodat qilish deb qarab qolsa uni bo'lmaydi